Salom hammaga, ko'rib turganinglardek oppoq kiyimingizda dog' mavjud. Bu dog'ni ketkizish uchun menda eng zo'r samarali yechim mavjud. Bu parashok ko'rinishda bo'ladi. Xitoy mahsuloti eng zo'r zavoddan to'g'ri qo'limga yetib keladi. Bundan hozir nalichida bir dona mavjud. Kimga kerak bo'lsa bemalol direkt orqali murojaat qilishingiz mumkin. Qanday qo'llaniladi deganlar uchun mana maxsus o'zining qopqog'i bor, parashok ko'rinishida. Shuni yarimdan ko'proq solasiz. Kir mashinaga solinadi va o'sha aytganimdek qaynoqdan sovuqroq suvga ivitib qo'yiladi. Yarim soat ivitilsa yetadi. Keyin istasangiz parashok, istasangiz kapsula solib aylantirilsa kir mashinada dog'lardan asar qolmaydi. Rangli kiyimlarga bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Rangli kiyimlarda dog' qolib ketgan bo'lsa, agar buni rezultati qiziq bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldirsanglar, keyingi videoga albatta reels qilib joylayman.